haqli yozuvchi, haqli ijodkor to'g'ri gapni aytish kerak. Adabiyot jasorat va ulug'vorlik. Siz yozgan narsangizda bir jasorat bo'lmasa, odamlarni hayratga solmasangiz, u kechirasiz o'sha yozgan narsangizni nos o'raydigan itish qiladi. Bunaqa asarlar bizda juda ko'p. O'sha payt yozilgan she'rlar ham o'sha madhiyabozlik, o'sha Sovet hukumatini o'qigan. Masalan, men sizga beraman G'afur G'ulomov Stalin odasini. Bu yerdagi masalan she'ri. To'rtta she'ringizni aytayım. Rahmat sizga o'rtoq Stalin, xalqimizga siz berdingiz nom. Shuning uchun har ishda o'zbek nomingizdan oladi ilhom. Mana shunaqa asarlar o'sha paytda millat bo'lib shakllanishini yo'q qilgan. O'sha paytda propaganda uchun shunday odamlar yaratilgan. Qahramonlik berilgan, hamma eng oliy darajadagi unvonlar berilganki, mana faqat sotsializmda, kommunizmda mana shunday qahramon bo'lish mumkin. Bu o'sha Sovet propagandasini, kommunistik propagandani o'ylab topgan insonlarni qo'ynini pichog'iga to'ldirib, bir narsalarni toqib, boshqa qilib, muqul odamlarni yo'naltirish. Hiylakorlar o'zi bir talay, sizlarga yana qanchalar chiday. Kasbingizdan et o'zim aylanay, gapirmading jim